ayolim, opam, singlim metrolarda, avtobuslarda tiqilinchda yurmasin, bitta yaxshi mashina olib beraman, arzonroq bo'lsin, lekin sifatli bo'lsin degan akalarimiz uchun Dongfeng IP 008 mashinasini olib kelib qo'ydik. Bu mashinani BYD chempion narxidan ham arzon qilib beramiz akalar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Agar arzon narx etsak, like bosib, videoni mashina olmoqchi bo'lgan tanishlarga yuborib qo'yasizlar. Sizga mashina olib berayotgan odamni ikkita savol beradi. Elektromobil olib bersam, qishda ko'chada qolib ketmasmikan yoki benzinli mashina olib bersam, qishda zapravkada qolib ketmasmikan? Akalar, sizlar uchun mana gibrid versiyasini olib kelib qo'yganmiz. Общий zapas xodi 1200 km, tokda 215 km yuradi. Yani 100 ga 6 litr rasxod qiladi akalar. Ya'ni kenimga olib beradigan bo'lsangiz, bemalol zaryadkaga qo'yib, jiyanlarni bog'chaga o'qishga olib borib kelaveradi aka. Endi shunday ham mashina olib bersammikan, olib bermasammikan deb bahona qilsangiz uyatda aka. Endi sizlar bilan mashina ichini ko'rib chiqamiz. Ketdi. Aka, ikkita farzandim bor deyotganmiz. Mana orqa sidinlarga bemalol kalaskalar bilan qo'yib, kenim jiyanlarni bog'chaga olib borib kelaveradi. Mashinamizda hattoki elektron televizor va xolodilnik bor. Agar shunday ham mashina olib bersammikan, olib bermasammikan deb o'ylayotgan bo'lsangiz, demak sizni kenimga mashina olib berish maqsadingiz yo'q aka. O'zida ham bizlarning vaqtimizni ketkazmang. Agar mashina olish niyatingiz bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Bu mashinani faqatgina ayollarimizga olib beradigan bo'lsanglar 29500 qilib beramiz. Bu skidkalari bilan. Plus Jahon Motors kompaniyasi tomonidan sizga qo'shimcha bonuslar bo'ladi. Aka, siz bitta o'q bilan ikkita quyonni urasiz. Bilasizmi nimaga? Keyin bolalarni, jiyanlarni bog'chaga olib kelsalar, siz ertaga bozorlik qilaman desangiz, mashinangiz bagajlari katta, bemalol sumkalarni qo'yib qo'yasiz aka. Bu narxdan arzon topa olmaymanmi, yo'qmi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, aka, men ismim Jahon, gapimga javob beraman. Любой joy narxini aylanib ko'ring. Men hali 29500 dan arzonni ko'rganim yo'q. Bizga 29500 narx berishda biz o'sha narxni qo'yibamiz. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kommentariyada fikringizni kutib qolamiz. Ayollarimiz faqat yaxshisiga faqat yaxshisiga arzishadi. Kelinglar bu videoni xo'jayinlarga tashlab qo'yinglar. Shundan keyin mashina olib berishmasa endi bilmadim lekin.